To'g'risi, biz buni kutmagandik. Katta aksiyadagi bugungi birinchi kunida 306 ta odam jonli navbat yozdirdi va katta aksiyada o'zi 100 ta uy qo'ygan edik. Kunning yarmida bu 100 ta uy tugadi va kechki 21:00 gacha 238 ta shartnoma qildik. To'g'risi, uy olaman deb umid bilan kelgan, issiq havoda 4-5 soatlab jonli navbatda turgan yurtdoshlarimizga uy qolmadi deb chiqolmadik. Aksiyani 15-iyulgacha deb e'lon qilganman. Xudo xohlasa, katta aksiyadan 15-iyulgacha xonadon sotib olishingiz mumkin. Faqat bitta narsani bilishingiz kerak. Bir kunda deyarli uylarimizni yarmini sotib bo'ldik. Boshlang'ich to'lovsiz uylarimiz kam qoldi. Ertaga ertalab 8:00 da sotuv ofisimiz, sotuv bo'limi ochiladi. Ertaga birinchilardan bo'lib boshlang'ich to'lovsizdagi uylarimizdan va pastki qavatdagi kam qolgan xonadonlarimizdan sotib olishga ulgurib qoling. Aksiyadagi barcha shartlar o'sha. Ertaga ertalab 8:00 da barchalaringizni ofisimizda kutib qolaman.